Bugun burger tayyorlab ko'ramiz. Ketadigan narsa piyoz, tuzlangan bodring, pomidor, bulочка, farsh и mayonez, ketchup. Eng oddiy burger, oson, tez va shirin. Tak, farsh uchun bizga qovurilgan piyoz kerak bo'ladi. Tillorangi rangi bo'lgungacha qovurib olamiz piyozni. Tak, piyoz qovurilib oldi. Endi bunga qovurilgan piyozni farshga qo'shamiz. Farsh ichiga piyoz, qovurilgan piyoz, tuz, murch qo'shildi, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Kotlet tayyor. Shunaqa dumaloq shaklda qilib olamiz. Endi buni qovurib olamiz. Kotletni qovurib olamiz. Kotletimiz aylantiramiz. Kotletni dimlab qo'ydik. Kotlet tayyor bo'lgungacha sous tayyorlab olamiz. Sousga kerak bo'ladigan narsa ukrop, soleный bodring, chesnok va mayonez kerak bo'ladi. Chesnokni mayda qilib to'g'rab olamiz. Bodringimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. И укроп. Mayonez qo'shamiz. Taxminan shuncha. Aralashtirib olamiz. Sousimiz tayyor. Kotlet ham tayyor bo'ldi. Buni olamiz. Chekkaga qo'yib turamiz. Kotlet qovurilgan skоворodkamizda endi bulочкamizni tayyor pishirib olamiz. O'rtasidan bo'linadi. Skоворodkaga qo'yamiz. Xuddi o'sha yog'da ozgina qovurib olamiz. Ozroq bosib turamiz. Tillarang svetga kirgungacha. Tayyorlangan sous solamiz tag qismiga. Sousimiz ustiga soleный bodring. Solený bodring ustiga tayyor bo'lgan kotlet. Kotletimiz ustiga pomidor qo'yamiz. Bulочкamiz usti qismiga ketchup surkamiz. Burger tayyor. Burger bo'lib ko'ramiz.